Voy maşallah. Qator bu yeyishlarni qaranglar bularni. Molni xodasi bo'lsa, odam maza qiladi-da. Nimaga? Yemni bersang, anda shumshet chekada tursa, unda o'zingizda ham kayfiyatingiz bo'lmaydi. Unaqa yeb turib, oxirida unaqa yalab qo'yadigan bo'lsa, unda o'zingiz ham haqiqatan maza qilasiz. Talashib yeyishni qarang. Mana sizga ishtahasi mingdan, ishtahasi zo'ridan, qulog'ida rusi bilan haqiqiy rossiyskiy buqalarimiz demak boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek Uskaram hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar. Hafta kuniga bugun dushanba 27-aprel 2026-yil. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oy mahallasidamiz. Ya'niki Abdurahmon akamiz, Ilhomjon akalarimizni fermasiga kelganmiz. Bugun xudo xolasa ukalari Abdurasul bilan suhbatda boramiz. Nomerlar ekranga chiqqan, lokatsiyalarini Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek Uzun nomlangan. O'tib obuna qilsanglar, bizni Telegram kanalimizda xudo xolasa lokatsiyalar bo'lib kelaverasizlar. Molda haqiqisidan bunaqa zo'rlaridan olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, kelaverasizlar kelar. Barakasini bersin olganga sotganga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sanjarxon aka, jonim zamonmi? Qoldingizmi? Assalomu alaykum. Obunachilarimizga mana xudo xolasa mollarimiz aka. Nechta xudo Ko'rdingiz yeb ichishlarni. Ha, yeb ishlar zo'r ekan. Haqiqatan dahshat. Hali charchab kelib, ishdan kelib tomosha qiladi-yu. Hamma ham molga qiziqadigan odam shu. Albatta. Charchoq chiqadi-da, xudo xolasa. Maza qilib, bunaqa oxirida yalab top-toza qilib qo'ysa, unda ham maza qiladi. Charchoq chiqib, odamda miyasi ham dam oladi-da. Abdurasul 3 partda ham necha partda? 3 partda molimiz bor, 2 ta bo'g'oz molimiz bor. Aha. Xudo xolasa etapdan-etap olib chiqib tashqarida ko'rsatamiz bularda. Xudo xolasa inshaalloh. Yurish-turishlarni sekin. Dastlabkilari mutlaq bepul. Ha, dastlabkilar muammo yo'q. O'zbekiston bo'ylab bitta olsa ham, xudo xolasa, ha, jonivorlarni cho'tki qilib beramiz. Demak, boshladik bunda. Videoni boshida aytib qo'yak, Sanjarxon aka. Voha tarafga dastlabkilarimiz bor. Hali bitta oladigan odam ham o'ylanib, jo'natam ekan deb xijolat bo'lmay, bemalol telefon qilaversin. Bo'ldi. Xudo xolasa ishimiz bitishi bilan mashinaga yuklayveramiz. Bo'laveradi unda. Juda ham yaxshi. Qani unda akalar, like bosgan bo'lsangiz, biz boshladik. Birinchi partiyamizga xudo xolasa bismillah deb boshlaymiz akalar. Qani 10 boshim bitdi? Bu yerda 10 bosh Sanjarxon aka. Bu yoqda 10 bosh. Shu 10 tani olgan odam agar endi nasib qilgan bo'lsa-da, bu assortiment mol. Avlikolan bor, Simmental, Greenford, Qo'ng'ir Angus ham bor, hammasidan bor. Jonlari sog' bo'lsin. Qo'ng'ir Angusi, Avlikoli, Simmentali 10 ta xudo xolasa bitta poshkaga boqaman deganlar insonlar bo'lsa, mana akalar, tanijoni sog', karantin o'tib bo'lgan, yeb ishchilari o'ta zo'rmi? Yeb ichishi xudo xolasa uyaltirmaydi. Bo'ldi. Ana qonlar to'yib turibdi. Xudo xolasa aytganingiz kelsin. Olginga sotganga barakasini bersin. Bugun bir olib boqib maza qilaylik degan kuklarimizga 10 tasini hozir tanlab olishga ham bitta joyga ham cho'tki gaplashamiz jonivorlarda. Ular qarang, gideta biri 5, biri 10 atrofida 10 tasini hozir muammo yo'q, qonni gaplashamiz. Abdurasul nech bilan boshlanadi o'z mollarimiz? Boshlanishi Sanjarxon aka 20 million 500 mingdan boshlaymiz. Kami bor? Kamaytirib ham beraman sizga. Aha. Qancha kamaytirib berasiz? Tekis qilay 20 dan 40 millionga dastlabki ham qilib beramiz aka. Ikkita 20 milliondan. Ha. Yana kami bor. Mana shuning ichida ikkita tanlab beraman o'zim. Xo'p. Kami endi o'zi kamini qilib qo'ydim-ku. Yana xayrini ham qilib beray mayli. Xayrini qilib berasiz, cho'tki. Biz aytganimiz bo'lmagan. Xudo xolasa. Mollar o'ynashini qarang. 38 millionga ketaveradimi shunda? Yo'q, 38 ga emas, 40 milliondan xayrini qilib beraman aka. 40 milliondan xayrini qilib berasiz. Mo'ljalni sezdim men. Mo'ljalga yetganlar damda olyapti. Aqda. Oladiganlar telefon qilaveradi aka, xayriga o'zim o'tib beraman. Mot qildi bu marta, eslab qoldingiz-a? Bo'ldi. Birini hozircha. Qarang, oldiga necha pul? Oldiga Sanjarxon aka 24 millionga kelib o'zi eng zo'rini tanlab olaveradi. Mana shu yerdan.
24 million so'm oldiga agar 2 ta 3 ta oladigan bo'lsa-chi? 2 ta 3 ta oladigan bo'lsa kamaytiramiz-da. Qancha kamaytirib berasiz? 500 dan kamaytiraveramiz, Sanjarxon aka. Barakasini bersin. Bitta pochkaga gaplashaylik. 10 tasini. Bitta pochkaga 23 milliondan ketdi aka. Nima deydi? Boshqatdan ayting. Arzon qilibdimmi? Yo'q. Yaxshi. Ketishimiz yaxshi. Bitta joyga zo'r ayting, Abdurasul. Bitta joygami? Ha. Boshqatdan. 22 ham deyavering. 22? Ha. 22,5 dan olsin. Keyin qo'lda bering. 22 milliondan beradi, bo'ldi. Yetkazib berasiz. Bo'ladimi? Ogonam barakasi. Bo'ladi ekan, ana, xudo xolsa. Bo'lmadimi? Nimaga? 22 dan telefon qilsa, yana xayrni o'zim o'tib beraman. O'zingiz o'tib berasizmi? Keyin qo'lda bering. Telefon qilsin. Polvon ham mardlik qildi lekin. Ana, polvon haqiqatan mardlik qildi. Mashina 0728 a? Oxiri. 0728 ga telefon qilsa 22 million so'mdan qo'yoq suyuqqa yana bitta joyiga, xudo xolsa 10 tasini bitta joyiga vijing o'tkazib o'tib berishadi. Vallah ber dadilmonlar. Jonivorlar. Zo'r xudo xolsa. Olganga sotganga barakasini bersin. Joyga qo'yib qo'yamiz ularni endi. Bo'ldi. Ketdik. Mana Sanjarxon aka ikkinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyamiz xudo xolsa. Bu yerda 30 bosh. Son 30 bosh a? Bitta uni orasida sementallarimiz ko'proq ekan asosan a? Ha, buning ichida Greenford semental aralash. Ichida Mickey Mouse ham bor. Mikkisi ham bor. Yaxshi. Qara qonunni yeyishini. Qarang qonunlar, polvonlar, qarang polvonlar, jonivorlar. Xudo xolasa ikkinchi partiyamizga navbatimiz keldi. 30 boshga undan keyin bu yoqda buqalarimiz bor hali. Ularni ham ko'rasizlar. Sekin. O. Men g'ashim kelyapti-da, 10 Nimaga? tomolga. 22 dan qo'ydi-yu. Aha. Xayrni o'tib beraman. Hop. Shuni qanchadan o'tib berar ekan deb obunachilar o'ylanmasin deganda. Anaqa matematika qilmaylikmi? Kara-kara qilib, a? Keyin qo'lda bering. Agar martqa olaman degan dangal odamga 1-2 ming deysiz. Ha. 1-2 ming deysiz. Kuchli narxi ham deysiz. O. Aha. Dangal olaman desa 21 million 500 ming so'mdan O'zbekiston. Yana bo'lar ekan, barakasini bersin. Hop 30 talik bo'ldimi hozir? Qaysi? Buni 10 talik gaplashib oldik biz. Mana des. 10 talikni gaplashib oldik. Endi ver qo'ying Abdulasulga. Sanjarxon aka, Labbi. bizda labz bilasiz. Nech pul aytgan bo'lsa ham, a? Nech puldan aytgan bo'lsa ham barakasini bersin. Bo'ldi. Maslahat qilinmaydi-deng. Shunday. Ana akalar, nariga birinchi partiyani ham kelishib oldik. Xudo xolasa endi aytib qo'yaylik va telefon qilgan odam ancha degansa, yana anaqa hayron qolmang. 21,5 milliondan bo'lib ketdi Abdurasul. Birinchi partiya. Olgan odam baraka topsin aka. Maza qilsin. Yonmayaptimi? Yo'q. Bo'ldi, barakasini bersin. Mana buni olib qo'ying, Sanjarxon aka. Ana buni olib qo'ying. Ket, ondan qarang. Bunaqa mol juda ko'p ichida. Voy jono, yedishtiring. Mashaalloh. Bularni eng odamga qiziqtiradigan tarafi Ha, charchoq chiqqan aka. birinchi o'rinda Ha. vaksinalar Ancha vaksinalarni qilib, vitaminlargacha qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa. Boqadi, oladi, boqadi. Faqat boqadi-deng. Xudo xolasa tonnlar qilib kelar ekan yana. Loyim. Abdulaziz nech puldan boshlaymiz endi bularni? Xudo xolasa ikkinchi partiyamiz 30 talikda. Bular Sanjarxon aka boshlansin 23,5 milliondan bundan 4 bosh chiqarib beramiz. Abdurahmon akamni Ilhom akam bo'lganda bunaqa narxlarni aytmasdi. Abdurasul aytsa ham tushib berardi. Qancha deyardi ular? Ular 23 dan pastda aytardi. Sanjarxon aka? Ha, bitta asabiz buzilsinchi o'sha yerga. Esa buzilmaydi. Ha. Men xalqni o'ylaydigan odamman-da. 22,5 million so'mdan Ha. 4 ta emas, Ha. 5 ta olsin, ichida Ishimiz- o'zim tanlab beraman. Ishimiz 5 bo'lsin-da, 5 bo'lsin, maza qilsin olgan hali odam. Hojiboy kelyapti-da qarang. Aha. Menda o'g'lim ana shu aytgan narxingda bor. Bitta duo qilaman, yana bitta qo'shib berasan. Meni yoshimga kirib yurdi. Agar Hojibom kelsin, Ha. 6 taqib narxidan yana tushib ham beraman aka. Yet joningiz sog' bo'lsin. Mana shunisi qiziqda bizga. Maza qilsin, Duosini duo olishimiz qilib kerak katta boqsin. insonlar, xudo xolasa. Eshitdinglar-a? 22 million qanchadan bo'lib ketdi? 500 dan. 500 ming so'mdan 6 dona, xudo xolasa. Oldiga nechta pul Abdurasul? Oldiga Sanjarxon aka 26,5 million so'mga bir dona olgan odam ham ichidan zo'rin tanlab olaveradi. Xudo xolasa. Uni ham tushiramiz baribir Abdurasul, xalqimiz uchun bugun. Chiroyli qilib. Bo'ldi.
Sanjarxon aka, bitta Labbay. olam, 10 ta olam, nechta olsa dastlabkidan muammo yo'q. Hop. Shu O'zbekiston bo'ylab dastlabkiga qilib yetkazib beramiz. Aha. Bemalol telefon qilaveradi. 26 milliondan o'tadigan joyimiz bormi, yo'qmi? 26 dan o'taman. Bir ko'proq oyinga o'tib beraveraman aka. Bitta olganga ham 26 ga berasizmi? Bo'pti, tavakkal. Keyin qo'lni bering. Bitta olgan odam ham olsin, Malakasini bersin, ertalabda. Qarang. 10 ta tanlov olsa necha puldan berasiz mana shular ichida? 10 ta. Xudo xolasa Botman baraka deydi, ketdi. Buni mollar qarang, jonivorlarni. Xohlagan tanlovlar Abdurasul. Eng zo'rini tanlab olsin 25,5 milliondan. Yo'q, bo'lmadi. Bo'ldi, zo'r bo'ldi. O'zi To'g'ri. hammasi 26 millionlik mollar, shu 10 ta mol tanlagan. Barakasi. Eng zo'rini tanlaydi, 30 ta mol ichidan. 25 dan qancha o'tib berasiz? 10 ta tanlovga. 15 ta tanlasin bo'pti. 25 dan qancha o'tib berasiz? 15 ta tanlasin 25 milliondan ketaveradi aka. Cho'g'ay narxidan ketdi. 25 million 700 danmi? Ha. 24 million 700 dan. 15 ta olganga Barakasini bersin, ha? Barakasini bersin. Yana haligi bo'lib qoladi-da. Sanjarxon aka, Labbay. 10 ta oladigan odam ham kelsin. Ha? 25,5 emas, 25 milliondan tekis olaversin. Zo'r qilib berasiz. Endi qarang. 30 tasini menga qoldi, xudo xolasa, bu yoqga Vichiginka degan joyiga. Nima qilamiz shu yerda? Bu yerda endi xavfli vaziyat qilamiz-da. Ha, xavfli vaziyati. Pastini 22,5 milliondan qo'ydik, a? Xo'p. Past narxida qo'ya olasizmi? Yo'q, a? Cho'chib ketdingiz-a? Yo'q. Hayda, Ko'p oladigan odam har doim arzonroq olay deb qidiradi-da. Albatta. Biz ham oyoq tirash yo'q. Aha. Misol 30 ta odamga bittadan sotgandan bitta odamga sotgan yaxshi-ku. To'g'ri. Ayting. Sanjarxon aka 24 million so'mdan dastlabki qilib beraman O'zbekiston bo'ylab. Naq sanasi Abdurasul, qarang. Aha. Shunday ketdi. Bo'shatishga ikkinchi patdan menga o'tdi. 23 milliondan naq sanadim deganga ketdimi? Yo'q, qo'shadi unga. Sanjarxon aka. Qazim kayfiyati tushib ketdi. 200 mingdan qo'shsa bo'ladimi? 200 mingdan emas, 24 dan xayrini qilib beray. Xayringizni aytingchi. Qancha dedingiz hozir? 23 million 200 dan. Mencha 200 mingdan qo'shadi dedingiz, 300 mingdan tushib beraveraman aka. Ash 30 tasini bir joyga oladigan odam kelsin. Kerak emas bizga. To'xtang. Bitta ana suluv gaplashamizmi? Qanaqa gaplashamiz? Chiroyli gaplashaylikmi? Ha, shunday men boshqa tilda gaplashamiz ekan debdim. Abdulaziz qarang. Bitta joyga yarim pasidan ishimiz bitadi. Yo'q, uni demang. Ha. 23 million 700 mingdan 30 tani xolasa onlayn olsin. Dilingizda aytaymi hozir dilingizda? Yarim ekanda o'shetga. Olsin baraka. Bari o'tib berasiz o'shanda 50 so'm bo'lsa ham 100 so'm bo'lsa ham. Bo'ladimi? Bo'laveradi aka. 23 million 500 ming Hamma ishda xayri bilan qilgan yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Xayri yo'qda tarbiyasi yo'q. To'g'rimi? Shunday. Xayrisini berasiz xudo xolasa. Xayrini qilib beramiz. Akalar, gazni vosiylar, xudo xolasa 23 million 500 ming so'mdan qo'yoqsi yo'q 30 tasini. Endi ham mana shu yerda aka kommentariyada nima deb yozsiz o'zingiz bilasiz, lekin mana shu mollar arzon, xudo xolasa. 23 million 500 ming so'mdan 50 so'm o'tadimi, 100 so'm o'tadimi, 10 mingdan o'tib beradimi? O'tib berishadi. Bari xayrini qilib berishadi. yoki общий счётdan mana deb qaytarib beradimi o'zlarining ishi. To'g'rimi ha, nima? Shunday. Sanjarxon aka, bu mollar bitta narsaga e'tibor bersin-da. Aha. Bu mollar toza rassiski, yaylovda yurgan mollar. Cholvon Mana shu mollar. narsaga e'tibor bersin-da. Xudo xolasa. Buni 2 yil baqsa ham, uyda bog'lab bo'lsa ham, betonda tursa ham turadi bular, chidaydi. Aha. Ishqa baraka topadigan mollar, xudo Xudo xolasa. xolasa. Xullas, baraka topasizlar. Endigi navbat keyingi etamizga. Qani ketdik. Polvonni qarang. O'tirib olyapman. Men o'tirib olsam o'tirib olaman deyman, turib olsam turib olaman deyman. Yotib Mana olaman, shu yotib ish olaman. to'g'ri. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Voy mashalloh. Buni ko'rib mol olay turgan odamlar aka, Ha? siz videongizga ishonib, sizga ishonib mol oladi-da. O'shaning uchun hurmatli kular kommentariyada har xil narsa yozmaylar. Yotib olib oldingmi? Otib olib oldingmi demasdan. 18 ta. Yoki nagali telefon qilib o'zimga aytinglar yoki ko'rish qolsa aytinglar. Kommentariyada voy ayollar ham yozaveradi. Hammamiz erkak kishimiz u. Qani ketdik endi. Bu yog'iga nechta? 18 tami? 18 bosh. Xudo xolasa, bu yog'i
Boqsi buni jonivorlar. Sanjarxon aka, bular ichidachi Ha. paltarashkalari ham bor. Endi Hop. paltarashkaga o'tay turganlari ham bor. Shuni ajrating-da. O'shani ikkalasini. Ajratib ko'rsatsak bo'laveradimi ikkalasini? Bu ana. Endi hammasi paltarashkadek lop urmoqda. Ha, to'ppa-to'g'ri. Mana. Hey. Voy jonivor. Mikki bilan mana yem berib boqaveradi. Mana, o kakkalar ajradi. Bo'ylardan bemalol bu 30 dan kelaveradi, bu qolarimiz. Mana turishdi qarang. Ikkalasiga nechi pul, Abdurasul? Ikkalasini Sanjarxon aka 60 million so'mga olaversan. Dastlabkasi ham meni bo'ynimda. Kamini ham qilib berasiz yana. Kamini ham qilib beraman men. Xudo xolos. Shunaqa gapiring, kamini qilib beraman. Yaxshi qilib beraman deb hoji bolamiz Xudo xolos duo qilaman desa, yana ham kam qilib beraman deb. Bo'ldi, bemalol bo'lsa telefonda onlayn olsin, kelib ko'rib olsin. Narx o'zgarmaydi. Kelib ko'rib olsin, to'g'rimi? Mol ham o'zgarmaydi, narx ham o'zgarmaydi. Joni zamon bo'lsin. Buni turishdi qarang. Ha, jonivorlar, barakasini bersin. Xudo xolasa olgangiz nima deysiz? Men kimman? Polvonni avjiga chiqyapti. Ha, polvon. Haydi. Bunda bu yoqda 16 ta bo'ladimi endi? Ana ikkitadan tashqari? To'qol. Buni qarang, bir xilladi. Voy jonivorlar. Egiz ekan mana shular. Ha? Ayyoringlar. Bular Sanjarxon aka, hali ko'chada topishib qo'ygan aka-ukalar bo'ladi yaqin. Ha. Shunaqa egiz ekanda. Abdurasul, bu yoqni nechi bilan boshlaymiz endi? Ikkalasidan tashqari. Bularni Sanjarxon aka 24,5 dan boshlaymiz. Hop. Ikkita chiqarib beraman ichidan o'zim. Niye narxiga talashimiz kerak yo soniga talashimiz kerak? Qaysi biri ma'qul sizga? Mayli 3 ta qilib beray Sanjarxon aka. U taqvo qiladi-da, biz jup ishlaylik. Bo'ldi, gap yo'q Sanjarxon aka. 4 tami? 4 bosh chiqarib beraman. Hop. 24 million 500 ming so'mdan faqat o'zim tanlab beraman. Yana kamini qilib berasiz. 4 ta oladigan kelsin, kamini ham qilib beraman. 5 ta oling. Mana barakasini bersin. Xudo xolasa. Va bu şey. Sanjarxon aka oldin ham tushuntirib qo'ydi-da. Aha. Unda ikki boshda 60 million dedik-a. Aha. 60 milliondan ikkalasini oladigan odamga xayrini qilib o'tib beraman. 60 millionga, yana 60 milliondan bas. O'shani aytib qo'ying-da. 30 milliondan bo'lyapti. Agar bitta oladigan bo'lsa, 30 millionga dastlabki qilib beraman, ikkalasini olsa ozgina xayr qilib beraman. Xudo xolasa. Endi qarang Abdurasul. Aha. Ularni ichidan eng balanti nechi pul? Bular ichidan Sanjarxon aka eng balanti shu ikkalasini qoldirganimizdan keyin 28,5 dan tanlab olaversin. 28 dan tanlab olaversin. 28 dan olsin mayli. Qarang, Abdurasul endi mana bunaqa narsa. Ikkalasidan tashqari gaplashamiz, ikkalasini отдельно hisob qilishaveradi. 16 tasini bitta joyiga Xudo xolasa nima deymiz? 16 tasini Sanjarxon aka shuni bunday qilaylik. Qanday qilaylik? 18 ta oladigan odam ichida kattasi ham bor deb xursand bo'lib olsin. U ham bo'laveradi. Qo'shib yuboraman. Sizni hisobingiz chiqaveradimi? Hisobi chiqaveradi, shu narxda beraveraman. Bo'ldi, nech puldan? Hammasini olsin 18 boshda. Ha. 26,5 million so'mdan ketaveradi. Pastini. O'sha ikkala katta ham ketyapti. Keyin qo'lni bering. Gap yo'q lekin. Olgan odam baraka topsin. Yo'q, to'xtab turing hali. To'xtab turing hali. 26 milliondan necha bir nima qilib berasiz bo'ldi. 26 million so'mdan ketdi. Yo'q, unda kino qoladi. Bor baraka xayr qilib beraman. Nech pul xayr qilib beradi? Dangal gapiring, keyin qo'lni bering. 200 mingdan xayr qilib berdim aka, 100 mingdan degan uyaldim. Barakasini. Sanjarxon aka. Ha. Ikkita katta ham ketyapti ichida. Barakasini bersin. Olgan odam xursand bo'lib duo qilsin deyapman. Yana 100 mingdan haddim sig'maydimi? Olsin baraka. Barakami? Baraka. Olgan odam uyiga mol to'lib ketsin. Loyim. Mana bu gap boshqa bo'ldi. O endi yugurtib haydasiz ham mayli. Endi Sanjarxon aka videoni tushunarli bo'lsin-da. Dedi 18 boshda bir joyga olgan odamga aytdik hozir. To'ppa-to'g'ri. 18 tasini bitta joyga olganga 25 million 700 ming so'mdan qo'yoq suyuqqa hammasini ketyapti hozir Sanjarxon aka. Bitta joyga vujin ketaveradi akalar. Faqat sizlardan iltimos, like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Xudo xolasa, har 18 boshda bitta joyga 25 million 700 ming so'mdan baraka bo'ldi. Dastlabkilar bularni bo'ynida. Toza Rossiya bu qoladi. Abdurasul? Shunday. Xudo xolasa, haydavering. Dastlabkidan muammo yo'q. Dastlabkidan muammo yo'q. Libo joyga agar mabodo bo'lib olaman, ichidan 10 ta tanlab olaman desa nech puldan berasiz?
Abdurasul, endi mabodo deyapman-da, 10 ta ichidan terib olaman. Men ikkalasidan tashqari lekin. Ichidan aytib qo'yaylik-da. zo'ridan tanlasan, Sanjarxon aka, Ha. 10 ta zo'ridan 27 milliondan ketaveradi. 27 milliondan, ha? Ha. Bunisini kelishib menga eng qiziq interesni joyi bitta joyga bo'ldi lekin. O'shanga mazza qildim. Sanjarxon aka o'sha 10 ta oladigan odam ana shu ikkala kattani ham qo'shaveradi. Ha, qo'shaveradimi? Shuning ichida Yana bo'lmasam, siz вообще o yoqdan maza qilsin. добрый inson ekansiz, ha? 10 ta tanlab oladi 18 ta ichidan. O, ana, kelar. Endi zo'r bo'ldi. Nagilar olib chiqasizmi, olib chiqmaysizmi bo'g'ozlaringizni? Bo'g'ozlar o'sha yerda O'shda olaveradi. ko'ramiz, ketdik unda. O'shda olamiz. Mana va'da qilgan sigirlarimiz. Bular hali tug'magan. Yaxunajimmi hali? Yaxunajim. Bu sigir do'rapam jonivorlar. Birinchi tug'ishga. Mashallah. Mana shu bor-ku. Aha. Mana shu 2 oylik. Naq Narigisi 4 oylik. Hali O'sha uzuyda tekshirdi, videosi ham bor. behijolat. Agar yana ishonch hosil qilmagan odamga bemalol tekshirtirib olaveradi. Addin, Doktorga a? ko'rsatib, ha. bo'ldi, o'zim doktorga. Voy Bemalol ko'rsatib olaveradi. Xudo xolasa. Nagisning kuragi bormi yo'qmi? Kuragi bo'lishi kerak narigisida. Aha. Ikkovida ham bormi? Ikkalasida ham bormi? Zo'r ekan unda. Bunimizga refot, narigimiz semental, akalar xudo xolasa. Nech pul aytamiz Abdurasul bularga? Sanjarxon aka, bularga nari kattasiga 45 deymiz. Xo'p. Bunisiga 35. 80 million. Shunday. Kami bor. Kamini ham qilib beramiz. Xudo xolasa. Dastlabkasi ham bor yana. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Bo'ldi. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Telefon qilishlaring mumkin, bemalol xudo xolasa bozorini bersin. Sanjarxon aka, ikkalasini bir joyga olsa kelishtirib beraman narxidan. Aha. Chiroyli qilib, a? Ha. Bo'ldi. Oladigan odam telefon qilaversin, barakasi bersin. kelishamiz-da. Xudo xolasa. Rahmat Abdurasul. Hammaga rahmat. Videoni ko'rganlar bittadan like bosib, kommentariyada o'zini fikrini qoldirsin. Bo'ldi. Mol qimmat bo'lsa qimmat desin, arzon bo'lsa arzon desin. Xudo xolasa. 75 larga tushirmaydimi, mabodo? Ikkalasimi? Ha, ikkalasi. Ikkala. Bo'lsa bittasini bering. Ikkovini bir joyda o'yinga berib yuboramiz, aka. Yana xayrini qilib berasiz o'zlariga. Xayrini ham qilib beraman. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat Abdurasul. Sog' bo'linglar. Charchamang.